Bemor 91-yil ayol, eri 1,5 yildan beri Rossiyada va tananing turli qismlarida har xil shikoyatlar bilan murojaat qilyapti. Boshi og'riyapti, ko'ngli ayniyapti, bosh aylanishi, quloqda shovqin bor, yuragida og'riqlar bor, yurak og'riqlari tez bezovta qiladi, nafas yetishmaydi, ayniqsa tunda tush oralig'ini ochib havo kirgizim keladi deyapti. Uyqulari yaxshi emas, juda ham ko'p tush ko'radi, hayz sikli buzilgan, juda ham ko'p shikoyatlari bor. Lekin unga yurak bemorlar uchun asosiy shikoyat organi hisoblanadi, chunki yurak deganda hayotni nazarda tutadi ko'pchilik. Va kardiologga borgan. Kardiolog unga yurakdan hech qanaqa patologiya topmagandan keyin yurak atrofidagi tomirlaringiz shamollab ketibdi. Shuning uchun mana shu dorilarni olasiz deb 14 ta dori yozib beribdi. Va hech qanaqa natija olmagan bemor, shuning uchun neyropatolog, neyropsixologga kelgan. Xo'p, bu holatda nima qilish kerak? Kasalga to'g'ri berilgan informatsiya, kasaldan to'g'ri olingan anamnez o'zi 70% diagnozni qo'yishga yordam beradi. Mana bularda hozir kardionevroz kechyapti. Yurak bilan bog'liq, neyrorespirator sindrom ham bor bu yoqda, nafas bilan bog'liq, bo'g'imlarda psixogen artralgiyalar bor, og'riqlar bor. Bu holatda demak mana shu oilaviy holati, mas'uliyat bo'yniga tushganligi, xo'jayini 1,5 yildan beri Rossiyadaligi, hech kimga suyana olmaydi. Mana shu narsalar katta ahamiyatga ega. Agar ikkita tinchlantiruvchi dori bersangiz, o'ziga kelib qoladi shu kasal. Hech qanaqa patologiya topilmaydi bu kasaldan. Shuning uchun iltimos qilib qolardik, kasallikka jiddiy yondashish, bemorni tinglash va o'sha to'g'ri yig'ilgan anamnezdan keyin diagnoz qo'yish foydali. Mana shu narsaga e'tiborli bo'lish kerak.